Assalomu alaykum aziz salomatmisiz? Mana bu donni suvda ivitib undirish jarayoni. Bu joyni ko'rgansizlar oldin, lekin sug'orish jarayonini hech ko'rmaganlar. Mana sug'orish jarayoni masalan amalga oshiriladi. Tog'oralarga don solingan. Shu donni yozda 2 mahal, hozir endi salqinda bo'lgani uchun 1 mahal mana shunaqa sug'orib qo'yiladi. Qolgan ishni o'z sekin bo'laveradi. Shunaqa qo'yiladi. Tog'oralarga suv quyiladi. Suvni ko'rganinglardek teshiklardan oqib tushadi. Keyin anaqa targ'ib qo'yilgan. Plasmas sonamizda quvurib, kesib qo'yilgan targ'ib. Targ'ibdan suv oqib, ana idishga tushadi. Idishga nasib tashqariga tortib chiqarib tashlaydi. Oddiy, juda ham oddiy uskuna, lekin juda ham effektiv. Don ivitishlik uchun qulay. Ko'p ishlarni qayta qilmaslik uchun shunaqa narsa o'ylab topilgan.